Assalomu alaykum Oxunjon.uz kanalining hurmatli a'zolari. Bizni obunachilar, bizni podpischilar deydi. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun foydali, xudo xolasa manfaatli video tayyorlaymiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Katta Qurmoq qishlog'iga, ya'niki haligi havasga boqadigan Muxtor buvamizga, ya'ni Ravshanbek akamizning xonadonlariga yetib kelganmiz. Akalar, ko'pincha insonlar semental boqib, xudo xolasa kimdir foyda qildi, kimdir ziyon qildi. Ziyon qilayotgan aka-ukalarimiz bo'lsa, foydali video, chiroyli video tayyorlaymiz. Bitta like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Assalomu alaykum. Muxtor buva, Tuzumsiz, yaxshi keldingizmi? Tuzumsiz. Rahmat. Assalomu alaykum Oxunjon.uz kanalining hurmatli obunachilari. Endi biz ham juda professional emasmiz, Alloh qodir qilganicha shu o'zimiz tajribamizni aytib beramiz. Endi biz ham juda eski emasmiz. Xudo xolasa. Biz haligi yong'oqda shaqillashga ish qilib o'tamiz. Ishdan kelib, dam olib uchun haligi ko'chadagi ishdagi stresslarni sinomat qilish uchun boqamiz buni. Haligi 6 oyda hurmatda olamiz, 6 oyda hurmatda sotamiz. O'zingiz boshqa kasb. Boshqa kasb. Men o'zim boshqa kasbdaman, qiziqishga, dam olishga. Ma'naviy hordiq chiqarish uchun boqamiz mollarni biz. Xo'p, asosiysi hurmatli obunachilar, Ravshan bu necha yildan beri boqasiz mana shu sementallarni? 3 yildan beri boqaman. 3 yildan beri. Qolsa boqishadi. Ko'pincha birinchi boqqaningizda, misol birinchi yil, 3-chi, misol birinchi yil olib kelganingizda qanday effekt bo'ldi, qanday misol bitta molni olib to'g'risini aytganda kimdir semental boshqa mol olganda ham xato qiladi. Qanday xatolar bo'ldi-yu, qanday to'g'riladingiz? Men birinchi olganimda semental olmaganman. Shved novos boqqanman, unda semirtirib, qassobga beradigan darajada qilib keyin sotardim. Shved. Shvedda. Men unchalik to'g'risi ko'nglimdagida foyda chiqmaganligi uchun keyin bu taqil kanallarni ko'rib boshqa qilib bunga birinchi xunojinni boshlagan. Xunojinni. Qochadigan xunojinni olib kelib, qochirib, bo'g'oz qilib sotib nima qilganman. Demak, xunojindan boshlangan. Semental xunojin. Semental xunojindan boshlangan. Undan keyin sekin kanallarni qiziqib ko'rib boraverib, siz kanalingizni ko'rib, boshqa kanallarni ko'rdik. Haligi novosga ishqibozchilik ko'paydi-da. Mana shu novoslar hozir 4,5 oy. 4,5 oy. Menga kelganda 3 oylik bo'lgan. Sutdan chiqqan paytda olib kelganman. Sutdan chiqqan paytda. Sut emardi o'shanda ham. Olib kelganman. Mana hozir 4 oylik, kattasi 4,5 oylik bu. Kattalari 4 oylik, 4,5 oy. 4,5 oy. Undan kattasi yo'q buning ichida. Mana effektni ko'rib turibsizlar. Ko'pchilik sutdan chiqqan paytda haligi ozodi deydi. Yo'q. Uni ratsionni berib tursangiz, hech qanaqa qaytmaydi. Bizda o'zimizning kanalimizda sementallar chiqaryapmiz. Misol sotuvda ham chiqyapti. Endi biz ularda biror marta endi biz uni katta qilamiz shu ko'pincha. Men uyimda sigirim yo'q, shuning uchun endi biz uni katta qilmagan. Sutdan chiqqanda, sut emib turganda ham shu 2,5 oylikda o'tganda olib kelaman, 3 oylikda olib kelaman. 1 gram sut bermaydi. Sut berilmaydi-yu. O'zini ratsionni beramiz. Masalan, mana shular ham o'zini oldirgani yo'q. O'sha sut emganda qanday o'zgargan bo'lsa, shunday o'zgarib ketyapti. Oyoq qo'li baquvvat. Semizligi ham. Endi albatta olinayotganda ham e'tibor berib olinadi. Albatta kelajagi bor, o'zi seziladi-ku. Olinishda, misol sementalda yoki fermadan yoki bozordan, qayerda kimning qo'lidan bo'lsa ham nimasiga bitta e'tibor berish kerak. Misol siz asosiy e'tibor beradigan joylaringiz. Men asosiy e'tiborimni tuyoqlarga e'tibor mana. Mana shu tuyoq e'tibor bering. Stakan tuyoq deydimi? Stakan. Tikka tuyoq. O'shasiga e'tibor beramiz. Keyin buni oyog'ini yo'g'onligiga, orqa tomonni kelishi nimaligiga. Ko'pchilik aytadi, burni dog'i bo'lsa toza emas. Yo'q, noto'g'ri narsa u. U chunki sementalni 32 dan oshib turibdi. 32 dan oshib turibdi. 32 dan oshib turibdi. Biz o'sha burun dog'i bor, 1 tonna 200 bo'lgan novoslarni ham ko'rganmiz. Asosiy. U haligi burun dog'i deb bir narsani hal qilolmaydi. Mol o'zi o'zgarishda hal qilolmaydi. Haligi yana ko'pchilik savol berib qoladi. 2-3 tug'ishidan keyin mol qanaqa mol tug'sa ham silaviylashadi. Rostmi shu? Endi men uni sezmadim. Men unaqa tug'dirib boqmaganman, lekin 2-3 bolasini olganimizda ham yo'q. Fermadan birinchi tug'ishini olaman. Yo'q, men undan sezmadim. Misol uchun men surishtirmayman. Bu birinchi tug'ishni bolasimi, 3-chi tug'ishni bolasini surishtirmayman.
ota-onalari ko'pini ota-onalari ko'rib olganmiz. Otasini ko'rmaganmiz, onasini ko'rib olganmiz. Otasini endi ko'rmaganmiz, onasini ko'rib olganmiz. 3-tug'ishi ham bor buning ichida, 1-tug'ishi ham bor, 4-tug'ishi ham bor. Hammasidan bor. Asosiysi oyoq qo'llariga e'tibor berasizlar. Xohlasa, Mana shu molni orqa tomonini qarang mana. Shu ham sut emayotganda olib kelganman shu. Uyimda 1 gram sut emmagan shular. 1 gram. Kelgan o'sha silos kepak. Boshqa narsa yo'q yo'q. Hali bular kunjarani ko'rgani yo'q bular. ha, amaliyot ozginadan ketin beriladi, jicha bora hali ya. Yo'q, men 1 yosh hisobim 1 yoshgacha kunjara bermayman. Ha, berilmaydi. Ammo silosi qimmat bo'lsa ham zo'rini olaman. Qimmat bo'lsa ham dolli yaxshi. Donlisini olaman. Ha, endi bularda ratsioniga kelsak, qanday usulda, misol bir kunda qancha yeydi, bir oyda qanchagacha yeb qo'yadi? Mana shu 7 ta buzoq bo'lsa, buning ichida bittasi sunojim. Mana sunojim. 6 tasi novvos, 30 kilo silos qopimiz bor. 30 kilo. Ha, 30 kilo silos qopimiz bor. O'zi buni katta qoplarga qoplaymiz silosda, lekin men endi ishda bo'lganligim uchun har yakshanba kuni bulardan 20 ta qopdan 30 kilo qop olib qo'yaman. O'zini baylab qo'yaman. Чтобы men bo'lmasa uydagi kichkinalar ham, ayollar ham solib qo'yaveradi. Hisob osonroq bo'ladi. Osonroq bo'lishini olib qo'yamiz. O'zi bundaqada saqlaymiz. Ertalab 1,5 qop solib ketaman. 1,5 qop. 1,5 qop. И bitta tog'orada drablikdan chiqqan somonni aralashtirib qo'yamiz. Somonni aralashtirib, suv sal o'tish uchun, Ha. ha, ichini o'tkazmaslik. Ichini o'tkazmaslik uchun. O'shanga 3 kilo kepakni aralashtirib qo'yamiz, bo'ldi. Mana unda постоянно suv turadi. Uni 500 litrli vannamizda постоянно suv turadi. Maslahatim iloji boricha bunga vodoprovod suvini bermaganlari ma'qulroq. Ha, vodoprovod suv shart emas, Ha, shart emas. Men chunki kuzatganman, vodoprovod suvni bir paqir ichsa, aroqda suvini 2 paqir ichadi. Aroq suvni 2 paqir. Ha. Mabodo. Mana vodoprovod ham turibdi, shundan bermayman. Ha, qishloq sharoitida bo'lsa, agar ko'chada oqayotgan. Ko'chada oqayotgan suvdan bergan ma'qulroq. Endi ma'qulroq kanal yaqin